Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zbekiston Milliy axborot agentligining Dunyoga nazar plus podkast loyihasining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Dunyoda ro'y berayotgan voqea va hodisalar sharhini ekspertimiz bilan birgalikda sharhlashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi dasturimiz mehmoni Prezident huzuridagi Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Abdulla Abduqodirov. Assalomu alaykum. Abdulla aka, studiyamizga xush kelibsiz. Sizni ushbu podkast loyihamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Endi bevosita savollarimizga yuzlanadigan bo'lsak, mana joriy yilning 15-yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'sha Tashqi ishlar vazirligi hamda xorijdagi diplomatik vakolatxonalar faoliyati masalalariga bag'ishlangan video selektor bo'lib o'tdi va unda respublikamizning tashqi siyosat sohasidagi faoliyati muhokama qilindi. Masalan, o'tgan yilda 26 ta xorijiy davlatga oliy darajadagi tashriflar amalga oshirilgani va qolaversa Markaziy Osiyo plus formati va so'nggi yillarda 11 ta davlat bilan strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilib, ularning umumiy soni 19 taga yetgani, umuman O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosat faoliyati konsepsiyasini yangilanishi ta'kidlandi. Keling, shular xususida suhbatimizni boshlasak. Albatta, bu demak 15-yanvar kuni bo'lgan uchrashuv juda muhim. Lekin men bir qadam orqaga tashlab 13-yanvarda bo'lgan uchrashuvni ham, ya'ni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan majlis haqida gapirgan bo'lardim. Chunki bu ikkala uchrashuv o'zaro bog'liq. Hammamiz bilamizki, dunyoda keskinlik, zo'riqish juda ham kuchayib boryapti va borgan sari dunyodagi boradigan tangliklarning chegarasi O'zbekiston chegaralariga yaqinlashib kelyapti-da. Shuning uchun ham biz bu narsalarga bee'tibor qara olmaymiz. Birinchidan, ikkinchidan, Markaziy Osiyo bugungi kunda o'zining mavqei, iqtisodiy, siyosiy hamda transport logistika nuqtai nazaridan mavqei borgan sari oshib boryapti. Chunki biz bir tarafdan Xitoy, Janubi-Sharqiy Osiyo, ikkinchi tarafdan Yevropa, uchinchi tarafdan aytaylik Rossiya va janubda Eron, Hindiston, Pokiston yo'llarini o'rtasida turgan va yaqin sharqda bo'lgan arab mamlakatlari yo'llarini o'rtasida turgan mamlakatimiz. Shuning uchun ham bu e'tirofni aytib o'tishimiz kerak va buni o'ziga yarasha yuki bor. Birinchidan, bizni yurtimizga bo'lgan e'tibor borgan sari kuchayib boryapti va ikkinchidan, hamma qarayaptiki, Markaziy Osiyo davlatlari qaysi tarafni oladi, qaysi tomonga tarafkashlik qiladi degan bir nuqtai nazardan qaradi. Chunki har xil tortishuv qutublari mavjud va har bir qutb Markaziy Osiyo davlatlarini o'zini orbitasi doirasida bo'lishini xohlaydi. Lekin bu ularning xohishi. Biz hamma narsaga o'z nuqtai nazarimizdan, o'zimizni mavqeimiz va o'zimizning imkoniyatlarimiz, maqsadlarimizdan kelib qarashimiz kerak. Agar bunday qaraydigan bo'lsak, bizning eng asosiy prioritetimiz Markaziy Osiyo miqyosida Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiyasini borgan sari oshirib borish. Nima uchun kerak bu? Chunki shu paytgacha biz tashqi siyosatni obyekti bo'lganmiz. Ya'ni biz haqimizda boshqalar qaror bergan. Endi biz iqtisodiy, siyosiy salohiyatimizni oshirish hisobiga tashqi siyosatni subyekti bo'lishga harakat qilyapmiz va o'z manfaatlarimiz va eng muhimi o'z aytaylik o'zimiz xohishimizni, o'zimiz irodamizni dunyo hamjamiyatiga yetkazishga va singdirishga harakat qilyapmiz. Bu hozirgi bo'layotgan voqealardagi prinsipial o'zgarish deb qarashimiz kerak bo'ladi. Albatta bu kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Kimdir o'sha doimgidek tashqi iqtisodiy, tashqi siyosiy munosabatlarni obyekti bo'lib qolishimizni xohlaydi. Lekin biz bu o'ylaymanki, bugungi kunda o'zimizni olib borayotgan aktiv siyosatimiz bilan bu do'ppidan tashqariga chiqdik. Aynan shuning uchun ham bu ikkala uchrashuv bir-biri bilan juda bog'liq. Birinchisida, agar jamoat xavfsizligi, umuman davlat xavfsizligi masalalari ko'tarilgan bo'lsa, ikkinchisi, demak bu aytildiki, mana shu hamjamiyatda diplomatik bizning qurollarimiz, diplomatik imkoniyatlarimiz, diplomatik aytaylik imkoniyatlarimiz qanday degan masala qo'yildi va bunga prezident alohida e'tibor berdilar. Nima deb aytildi asosanki, biz boshqa bo'layotgan mamlakatlar bilan nafaqatgina diplomatik aloqalar o'rnatib, ular bilan savdo-sotiq aloqalarni rivojlantirishimiz, balki
u mamlakatlarda bo'layotgan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy jarayonlarni kuzatib borib, O'zbekiston manfaati nuqtai nazaridan unga baho berib, qaysi jihatlarni O'zbekiston tajribasida ishlatishimiz mumkin, qaysi tajribalardan foydalanishimiz mumkin va buni bugungi kundagi O'zbekistonni nuqtai nazaridan yetukligi darajasi qanday va tashqaridan olib kelganda ham buni haligi copy paste qilib bo'lmaydi-da. Bizdagi institutsional holat, ijtimoiy siyosiy holat qanday degan darajaga yetkazish. Ya'ni passiv kuzatuvchilik yo'lidan aktiv qaror qabul qiluvchi, aktiv izlanuvchi yo'liga o'tishga chaqirilgan. Bu juda ham katta vazifa va aynan shuning uchun ham bizdagi aytaylik elchixonalarni, Tashqi ishlar vazirligining maqomi yanada ko'tarilyapti, ularning vakolati kengaytirilyapti va ularga berilayotgan mas'uliyat ham shunga yarasha ortib borilyapti. Va eng katta mas'uliyatlardan biri bu boyagi aytganimdek, birinchidan biz diplomatik vakolatxonalarimiz bo'lgan joylardagi imkoniyatlarni o'rganish va praktik nuqtai nazardan, ya'ni aytaylik savdo sotiq aloqalarini rivojlantirish, mehnat migratsiyasi masalalari, intellektual potensialni rivojlantirish masalasi, ilm fanni rivojlantirish masalalari, bular endi birinchi navbatda eng yuqori masalalarda bo'ladi. Ilgari biz ko'proq shu faqatgina savdo sotiq bilan chegaralanib qolgan bo'lsak, endi ko'proq butun yumshoq kuchimizni ishga solish va ulardagi yumshoq kuchni davlatimizga foydasiga jalb qilish masalalari qo'yilyapti. Abdulla aka, keling endi jahon sahnasida sodir bo'layotgan voqealarga ham e'tibor qaratsak, ma'lumki yaqin sharq mojarolari global muammo bo'lib, qaysidir ma'noda dunyoda ko'p qutublilik tartiblarni kuchaytirishga xizmat qilyaptimi yoki mintaqada barqaror tinchlik o'rnatish uchun yana nimalar qilish kerak? Shular haqida so'z yuritsangiz. Endi bu to'g'risini aytish kerak, Sovet ittifoqi kollapsidan keyin 91-yildan keyin yakka qutblik yuzaga kelgan va g'arb mamlakatlari AQSh boshchiligida shunday bir qandaydir bir nimaga haligi iqror bo'lganki, biz istagan yerimizda istagan narsani qila olamiz va bizga hech kim xalaqit bera olmaydi. Mana shu ideologiyani, ya'ni dunyoqarashni o'zi to'g'risini aytganda oxirgi 10 yilliklarda juda katta bir noxushliklarga olib keldi. Chunki mana qanday noxushliklar? Ya'ni aslida dunyodagi resurslarga bo'lgan kurash, ideologik dogmalar, ideologik bir demokratiyani olib kelish, tiraniyaga qarshi kurash, haligi xalqlarni ozod qilish dogmasini orqasiga bekitilib, yashirilib ko'p mamlakatlarda juda katta ijtimoiy, iqtisodiy inqirozlar yuz berdi. Endi buni ko'p misollarda aytishimiz mumkin. Buni arab mamlakatlarida, ya'ni arab bahori degan nima yuzaga keldi. Liviyada, Afg'onistonda, Suriyada juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Endi bularni ko'rishimiz mumkinki, bu yakka qutblikni oqibati shundayki, yakka qutblikda o'sha ma'lum hegemonni imkoniyatini, uni xohishlarini, istagini va zo'ravonligini tejab turadigan, ya'ni uni tiyib turadigan kuchlar yo'qligi. Mana shu juda ham yomon oqibatlarga olib kelyapti. Endi mana shu kuchlar paydo bo'lyapti. Bugungi kunda biz ko'p qutblilikni ko'rib boryapmiz. Birinchi navbatda Xitoyni aytishimiz mumkin. Ikkinchi navbatda albatta Rossiyani aytishimiz mumkin. Bu iqtisodiy qudrati kimdir aytishi mumkin, unchaqa katta emas. Harbiy qudrati ham juda katta bo'lmay chiqdi, chunki mana Ukrainadagi urush buni ko'rsatdi. Yo'q, aslida unday emas. Rossiyani bugun katta kuch deb qaramay uni mensimaslik bu juda katta xatolarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa Yevrosiyo qutbida, chunki balki Xitoydan ko'ra iqtisodiy, siyosiy, harbiy qudrati kamroqdir, balki, lekin hech qachon unutish kerak emaski, bu yadro quroliga ega bo'lgan juda ham katta territoriyaga ega bo'lgan mamlakat. Yana bu qutbga kirib kelayotgan kuchlardan bittasi Hindiston va bu qutblarda orasida yaxshi bir o'ringa egallashmoqchi bo'lgan mamlakatlarni aytishimiz mumkin. Bu albatta Turkiya, Eron hamda Saudiya Arabistoni. Chunki mana oxirgi bir hafta ichida shunday voqealar yuz beryaptiki, Yaqin Sharqda Saudiya Arabistoni o'zining kuchlarini birlashtirib turib, Isroil va Birlashgan Arab Amirliklariga
qarshi kurash olib borib turib, Yamandan ularni to'la siqib chiqardi. Sudandan ularni chiqardi, Somalidan ularni chiqardi va bugungi kunda Efiopiya va Jibutida ular bilan yuzma-yuz turibdi. Ya'ni Yaqin Sharqda kuchlar muvozanati va kuchlar taqsimoti keskin o'zgarib bormoqda. Yangi kuchlar kirib kelyapti va bugungi kunda Saudiya Arabistonining bunday harakati butunlay kutilmagan voqea deb qarash mumkin. Ikkinchi tomondan mana ko'rib turibmiz, AQShning Eronga yana tahdidi. Endi buni tushunish uchun o'sha iyun oyidagi 12 kunlik urushga qaytishimiz kerak. O'sha paytda urush tugaldi deb hech kim bitim tuzgani yo'q. Hamma kelishgani haligi otash kesimga erishish. Otash kesim degani bu otash kesim bu istagan vaqtda, istagan tomondan bu qayta tiklanishi mumkin va urush tiklanishi mumkin deganda bu. Ya'ni bitimga imzo chekilmagandan keyin, tomonlar bir narsa kelishuvga kelmagandan keyin bu doim permanent holatga o'tgan urush bu va tomonlar o'zini vaqtini kutadi va vaqti kelganda ikkinchi tomon eng kutmagan vaqtda va eng zaif bo'lgan vaqtda bu urushni boshlaydi, tiklaydi degan gap bu aslida. Shuning uchun ham Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga tahdidi bugungi kunda eng katta bir Yaqin Sharqdagi umuman siyosiy kuchlar muvozanatini, harbiy kuchlar muvozanatini yanada buzadigan bir holat deb qaralyapti va buni Markaziy Osiyoga bevosita ta'siri bor. Bu ta'sirlarni men bir nechta kategoriyaga bo'lgan bo'lardim. Eng katta ta'siri bu O'zbekistonni Janubiy okeanlarga chiqishga bo'lgan umidini ancha orqaga suradi. Chunki biz Afg'onistonga kirganimiz bilan Afg'onistondan yo Pokistonga o'tishimiz kerak yoki Eronga o'tishimiz kerak. Lekin Eronda notinchlik bo'lib, Eronda haligi endi Xudo ko'rsatmasin biron bir siyosiy nobarqarorlik yuzaga keladigan bo'lsa, bu birdaniga Afg'onistonga tarqaydi. Birdaniga Pokistonga tarqashi mumkin va bu degani Markaziy Osiyoga ham bevosita tahdid keladi. Ikkinchidan bizni haligi boyaga aytgandek transport logistika yo'llarimizga bo'lgan umidimizni ham buzib qo'yadi. Uchinchidan bizni boshqa haligi aytaylik Kaspiy orqali, Ozarbayjon orqali Yevropaga o'tadigan yo'llarimizni ham bu juda katta tahdid bo'ladi. Chunki agar Eronda hokimiyat o'zgarsa, masalan, demak Kaspiy borasida bo'lgan muzokaralar ham boshqatdan ko'rib chiqiladi. Bu degan so'z hech bir mamlakat haligi bu Kaspiydan yuk tashishga haligi bemalol amalga oshira olmaydi. Uchinchi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Eronda 90 million mamlakatda 90 million aholi. Bu mamlakatning ko'pchiligi haligi bu yangi tizimga norozi bo'lib qochishga majbur bo'lsa, bu 90 million aholi qayerga boradi? Juda ham katta migratsiya migratsiyadan ketadi, terrorizm keladi, migratsiyadan ketadi, qashshoqlik keladi. Bu qayerga boradi bu kuchlar? Markaziy Osiyo shunday biqinida Eronni. Shuning uchun bu juda ham katta biz uchun haligi tahdid. To'rtinchidan aytishim mumkinki, Eron harbiy jihatdan bugungi kunda Yaqin Sharqda balanslashtiruvchi kuch imkoniyatga ega. Chunki bu balans Isroilning harbiy quvvati, Saudiya Arabistonni va Birlashgan Arab Amirliklarining harbiy quvvatiga o'zicha balanslab turgan kuch. Agar bu balans yo'qolsa, demak boshqa kuchlar yana yuzaga kelib, ularning ambitsiyalari kuchayishi mumkin. Bu ambitsiyalar yanada o'z navbatida Markaziy Osiyoga qaratilgan bo'lishini kutishimiz mumkin. Beshinchidan aytishim mumkinki, bugungi kunda biz Eron orqali Turkiya bilan ko'p savdo qilamiz. Ya'ni Eron bilan orqali tranzit qilib o'tadigan yo'llarimiz ham boshqa partnerlar bilan ancha kesiladi. Mana shu muammolar Eronni aytaylik bugungi kundagi siyosiy notinchligini orqasidan kelib chiqishi mumkin. Biz uchun bu juda ham katta xavf. Eron haqidagi voqealarni ozgina bo'lsa ham sharhladingiz. Erondagi so'nggi ijtimoiy o'sha namoyishlarga sabab o'lkadagi iqtisodiy omillarmi yoki o'sha mahalliy aholini o'sha nima deydi, davlat boshqaruvidan noroziligimi? Umuman ushbu voqealar fonida Eronning Isroil yoki AQSh bilan to'qnashuvi yana sodir bo'lishi mumkinmi? Yaqin kelajakda. Albatta, oxirgidan boshlaymiz. Eron bilan AQShni harbiy to'qnashuvi bu juda ham katta ehtimolli bir voqea. Chunki AQSh bugungi kunda biz bo'ldi Eronga hujum qilmaymiz deb e'lon qildi. Rasman ham aytildi, lekin shu vaqtning o'zida katta kuchlar hozir Yaqin Sharqqa tashlanyapti. Ya'ni
Tinch okeanidan olib kelib Hind okeaniga, Hind okeanidan demak Fors ko'rfaziga yaqinlashtirilyapti. Va Guamda juda ham katta, Guam orolida juda ham katta harbiy havo kuchlari to'plangan. Guamdan demak Erongacha uchib kelish 1-2 soat yo'l va u yerda juda katta kuchlar to'plangan. Ya'ni bir hisobdan aytyapti, bo'ldi biz Eronga hujum qilamiz chunki Eron bilan kelishdik deganday gapirilyapti, bir tomondan mesaj berilyapti. Lekin bu Erondagi maksimal tayyorgarlikni ya'ni uxlatish yoki uni e'tiborini chetga tortishda, ya'ni bo'shashtirish va u kutmagan vaqtda urib qolish imkoniyati ham borda. E'tiborni boshqa joyga qaratib, ya'ni tinchlantirib, aynan shu paytda haligi ular endi sal nima deydi, bo'shashganda shu paytda urib qolish imkoniyati ham bor. Agar endi umuman iqtisodiy noroziliklar haqidagi qo'zg'olonlar keladigan bo'lsak, 1979-yilda o'sha Xomeyniy, Oyatulloh Xomeyniy nimaga kelganda, Eronda hokimiyatga kelganda, oradan ko'p ham o'tmay u konstitutsiyani o'zgartirgan, keyin u uголовный jinoyat kodeksini o'zgartirgan, ya'ni u shariatga asoslangan Islom respublikasini qurgan. Endi bu ko'pchilikka yoqmagan albatta va o'sha vaqtdan boshlab Eronga doim iqtisodiy sanksiyalar qo'llab kelinadi. Bugungi kunda ikkita mamlakat, Eron va Rossiya Federatsiyasi sanksiyalar bo'yicha chempionlar. Ularda Eronda yanglishmasam 4000 ga yaqin sanksiyalar qo'llanilgan Eronga, Eron xalqi va Eron mamlakati va korxonalari, grajdanlariga nisbatan. Asosan sanksiyalar AQSh tomonidan va Yevropa tomonidan qo'llanilgan, Yaponiya tomonidan ham qo'llanilgan sanksiyalar ko'p. Xullas, u Eron demak 47 yildan beri bugungi kunda sanksiyalar ostida yashab kelyapti. Albatta bu sanksiyalar Erondagi iqtisodiy taraqqiyotni ancha orqada qoldi. Ayniqsa ularni Erondagi pul birligini to'lov qobiliyatini keskin tushirib yuborgan. Bugungi kunda Eronning realini to'lov qobiliyati juda ham past va Eronning reali almashuv kursi borgan sari tushib ketyapti. Buni orqasidan albatta savdo sotiq bilan tirikchilik qilgan aholi birinchi navbatda norozi, chunki ularning ko'pchiligi mayda eksport va mayda import bilan shug'ullanadi. E'tibor bering, norozichilik aynan Eronning bozorlaridan kelib chiqdi, chunki almashuv kursi keskin tushib ketdi. Ya'ni o'sha yerdagi savdo ahli olib kelgan molini qanday narxda sotishi bilmay qoldi. Sotgan mol olib kelgan import olib kelgan bo'lsa, u kasodga uchrashi, eksport qilmoqchi bo'lganlari eksport qila olmay qoldi, chunki butunlay tashqi iqtisodiy faoliyat konfiguratsiyasi almashuv kursi tufayli o'zgarib ketdi va bu katta norozilikka olib keldi. Endi albatta Eron hukumati bu noroziliklarni ildizini tushunib turibdi, iqtisodiy muammolar borligini tan olyapti va buni aytib ham turibdi. Prezidenti ham aytyapti, boshqa Ali Larijani ham aytdi, Oyatulloh Xomeyney ham o'zi ham buni tan oldi. Ha, muammolarimiz bor. Lekin bu muammolarni biz muzokara, munozara va orqali kelishuv bilan hal qilishimiz kerak. Tashqi kuchlarga biz imkoniyat yaratib berishimiz kerak emas Erondagi siyosiy barqarorlikni chaqatishga deb aytilgan. Lekin ko'rindiki, 3-kundan boshlab namoyishchilar orasiga turli buzg'unchi kuchlar kiritildi va bu buzg'unchi kuchlar tinchgina namoyishni qo'zg'olon darajasiga, qonli qo'zg'olon darajasiga ko'tarishga erishdi. Va natijada turli yerlarda Eron aytaylik poytaxtida va boshqa yerlarda yuzlab odamlar halok bo'ldi. Mana endi hozirgi kunda Eronning televideniyasi ko'rsatib turibdiki, bu odamlarning ko'pchiligi va filmlarni ham ko'rsatyapti, tepadan turib o'q otish moslamalari bilan o'ldirilgan, uzoq masofadan, bir xillari yaqin masofadan o'ldirilgan. Lekin ko'pchiligi haligi kesish qobiliyatiga ega bo'lgan xanjar, pichoqlar bilan o'ldirilganda, yaqin masofadan o'ldirilgan. Ya'ni yonida ketayotganlar o'ldirgan nimagadir. Va ko'pchiligi aytaylik orqa tarafdan, yelka tarafdan hujumga uchragan. Buni ko'rsatib turibdi. Ya'ni albatta kimdir aytishi mumkin, bu hammasi haligi davlat televideniyasining propagandasi u yoq bu yoq. Lekin biz boshqa resurslarga ham ishona olmaymiz, chunki biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, rasmiy xabarlarga birinchi navbatda tayanishimiz kerak. Endi ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, ha, iqtisodiy muammolar bor, nafaqat Eronda, istagan mamlakatimizda bor. Bu iqtisodiy muammolarga qarshi har bitta xalqni
norozilik bildirish huquqi bor va bu huquqlar Eron hukumati tomonidan tan olindi. Lekin bu huquqlar munozaralar va mulohazalarga kelish kerak edi va oxiri bir murosaga kelish kerak edi, kelishuvga kelish kerak edi. Yo'q, shunday bo'ldiki, shunday sharoit yaratildiki, kelishuvga o'rin qolmadi va qonli qo'zg'olonga aylanib ketdi. Bu ataylab qilingan tashqi kuchlarning ta'siri ostida bo'ldi va to'g'risini aytish kerak, tashqi kuchlar buni yashirib ham o'tirgani yo'q. Ochiqdan ochiq davlat rahbarlari darajasida aytib turibdi. Bizni ta'sirimizdan shunday bo'ldi. Kutinglar, yaqinda sizlarga yordam keladi deb aytib e'lon qilinyapti. Shuning uchun ko'ramiz endi voqealar rivoji qanday bo'ladi. Xullas, bitta bir nechta tezisni aytish kerak. Ha, muammolar bor, ularni yechish mumkin imkoniyat darajasida. Lekin bugungi kunda Eronga tashqi tahdid bo'lib turgan joyda ichki muammolarni yechish imkoniyati Eron uchun juda cheklangan. Suriya hukumati hozirgi kunda mamlakatni real qaysi hududlarni o'zi nazorat qilyapti. Keyin Idlibdagi mojarolar muzlatilgan mojaroga aylanib qoldi bugungi kunga kelib. Shular haqida fikringizni bersangiz. Endi Suriya haqida gapirayotganda biz birinchi navbatda kartaga qarab turib, xaritaga qarab turib, uni qanday joylashganini qarashimiz kerak. Chunki bu geografiya shunday narsaki, uni hech inkor qilib bo'lmaydi, uni o'zgartirib ham bo'lmaydi. Suriya bugungi kunda bir tomondan Isroil bilan chegaralangan bo'lsa, ikkinchi tomondan demak Eron bilan chegaralangan, bir tomondan yana Turkiya bilan chegaralangan. Ya'ni bu chegaralarni bunday bir qaraydigan bo'lsak, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Turkiya Isroil va boshqa mamlakatlar, islom mamlakatlari bilan o'rtasidagi mamlakatlarda qarama-qarshilikda ma'lum bir bufer zona bo'lib qolgan Suriya. Aynan mana shu bufer zona sifatida qaralgani uchun Suriyada Suriyani ichki va tashqi siyosatiga ta'sir qiluvchi kuchlar juda katta. Bu yerda aytganimdek Isroil faktori bor, Turkiya faktori bor, Eron faktori bor va ichki haligi Suriyada 100 dan ortiq millat va elatlar yashaydi va ular juda dispers holatda joylashgan, ya'ni biri-birining ichiga kirib ketgan. Bunday bir hududlar bilan ularni ajratib ham oladi. U yerda kurdlar ham bor, alavitlar ham bor, lekin shu paytgacha ozginchalik bo'lgan alavitlar Suriyani boshqarib kelgan. Masalan, o'sha Basar Asad, undan oldin Hafiz Asad otasi demak Suriyani boshqargan elitalar bu alavitlardan bo'lgan. Ularda druzlar ham bor. Ular ham juda qadimiy xalqlar. Bular Isroil bilan bevosita chegarada turuvchi druzlar bor. Ya'ni Suriyani Isroil bilan chegarasida bo'lgan xalqlar bular druzlar bo'lib, ular ko'proq haligi alavitlar hukmronligida azob chekkan xalq. Chunki ularga nisbatan avval ham keyin ham juda qattiq terroristik bosim bo'lgan. Endi Suriyaning shimolida kurdlar asosan va Idlibda ham shu ahvol va lekin Idlibni haligi katta bir xususiyati shu ediki, u yerda neft va gaz konlari juda ham ko'p. Aynan tabiiy resurslarga boyligi tufayli Idlibga bo'lgan haligi e'tibor barcha kuchli mamlakatlar tomonidan juda katta. Chunki u yerda qilgan urushga ketgan investitsiyasi shu tabiiy gazlarni talon-taroj qilish hisobiga kompensatsiya qilish mumkin. Tushunyapsizmi? Ya'ni u yerda bekorga nafaqat siyosiy haligi hukmronlik, balki iqtisodiy hukmronlikka ham erishish mumkin Idlibdagi resurslar hisobiga. Shuning uchun Idlib alohida turadi. Endi mana shunday bir dispersiya sharoitida bugungi kundagi markaziy hokimiyat, Ashara boshchiligida hokimiyat butun Suriyani siyosiy, iqtisodiy va harbiy jihatdan nazorat qilyapti deb ayta olmaymiz. Endi xuddi shu tufayli ham Idlibdagi haligi sharoit muzlatilgan konflikt bo'lib qolgani ham shu. Chunki hamma biladi, u yer tabiiy resurslarga boy, lekin bugungi kunda tabiiy resurslar bugun eng hal qiluvchi ahamiyatga ega emas, chunki bu yerda harbiy to'qnashuvlar, ideologik to'qnashuvlar, ya'ni din to'qnashuvlari juda ham katta ahamiyatga ega va bu to'qnashuvlar butun mamlakatni parokanda qilishi mumkin yoki bo'linib ketishiga olib kelishi mumkin. Mana shu tahdid ostida markaziy hokimiyat ham qattiq qarshilik ko'rsatmayapti. Bular haligi turli guruhlar ham qattiq markaziy hokimiyatga kurash olib bormayapti. Chunki ularning orqasida ham turgan kuchlar Turkiya bo'ladimi, Saudiya Arabistoni bo'ladimi, Isroil bo'ladimi, druzlar orqasida Isroil deylik yoki o'sha Idlibdagi kuchlar orqasida AQSh hukumati bo'lgan. Ular ham bularni hozir qattiq bir to'qnashuvga chaqirmayapti, chunki biladiki,
har qanday keskinlik bugungi kunda Suriyani parchalab ketishi va juda ham katta miqdorda ya'ni migratsiya oqimlarini oqib kelishiga, gumanitar katastrofa yuzaga kelishiga va hech kim bundan yutmaydi-da haligi. Hech qanday resurslarni olib keta olmaysiz. Faqatgina vayronagarchilik, katta o'lim, qon bo'ladi. Shuning uchun ham Suriyada ahvol hozirgi kunda mana shunday bir siz aytgandek muzlatilgan bir konflikt bo'lib qolgan. Lekin bu holat birdaniga hal bo'lmaydi. Chunki Turkiya hukumati u yerdan Isroil bilan kelishgan holda deb o'ylayman. Rossiya Federatsiyasi va Eronning kuchlarini chiqarib tashladi. AQSh bilan kelishgan holda birinchi navbatda. Lekin hali o'zini ta'sir doirasini butun Suriyaga tarqata olmagan Turkiya va Turkiyani butun Suriyani aytaylik ta'sir doirasiga olishiga Isroil butunlay 100% qarshi. Eron ham qarshi. Va u yerdagi bor kuchlar, proksi kuchlari bilan bu qarshilikni amalga oshiradi va ko'rsatib boradi. Shuning uchun hozir qandaydir bir shaxmatda aytilgan patoviy holat yuzaga kelgan, pat vaziyat yuzaga kelgan. Ya'ni markaziy hokimiyat o'zini aytaylik kuchini boshqalarga ko'rsata olmaydi. Boshqa periferik kuchlar markaziy hokimiyatni ham ontara olmaydi. Shuning uchun shunday hozir bir holat yuzaga kelgan. Bugungi kunda mana dunyoda xalqaro nizomlar va o'sha kelishuvlarga amal qilish zaiflashib borayotganini ko'ryapmiz. Ayniqsa rasmiy bo'lmagan, ammo ommaviy axborot vositalarida o'sha turli chiqishlar jamiyat kayfiyatiga albatta salbiy ta'sir ko'rayotgani ko'pchilikka ma'lum. Aytingchi, bu kabi norasmiy bayonotlar mintaqaviy xavfsizlikka real tahdid solishi mumkinmi yoki global tizimga qanday ta'sir ko'rsatadi? Menimcha siz Solovyovning chiqishi haqida gapirib so'ramoqchisiz. Bu savolingizga javob berishdan oldin bitta siz aytgan bir nuqtai nazarni sal yoritib kengaytirmoqchiman. Mana qarang, biz suhbatimiz boshida aytdikki, avvalambor yakkaxonlik gegemoniyasi bor edi. Hozirgi kunda ko'p qutblik yuzaga kelyapti deb. Endi shu paytgacha yakkaxon bo'lgan, gegemoniyasi bo'lgan davlatlar o'sha paytda demak AQShni olishimiz mumkin va ma'lum ma'noda Rossiyani ham olishimiz mumkinki, o'z ta'sir doirasini, quvvatini, kuchini ketishini ko'rgandan keyin juda katta bir junbushga keladi-da, hali yoqmaydi bu. Va mana shu holatda agressiv ritorika borgan sari ortib boraveradi. Mana buni orqasida turgan falsafiy mohiyat shunday. Ya'ni quvvating ketishini qancha ko'p his qilsang, shuncha senda agressiya ortib boradi. Insoniy bir tushunchani bu yerda tasavvur qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab Solovyovda ham aytaylik shunday bir chiqish bo'ldi. Lekin haligi endi bu bir aytaylik to'g'ri juda ham katta nufuzga ega bo'lgan auditoriyasiga ega bo'lgan bir muxbirning gapi. Uni juda bir Rossiya hukumatini narrativi deb ham qarash mumkin emas. Chunki nimaga deb qaramayman men shaxsan. Bir nechta omillar bor. Eng muhimi, kecha Tashqi ishlar vazirligi vakili Zaxarova chiqib, spiker aytdiki, Solovyovning shaxsiy fikri dedi. Demak, tushunishimiz kerak. Buni haligi qanchalik shunday emas deb tahlil qilishimiz kerak emas. Buni rasmiy fakt deb qabul qilishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Fakt. Chunki eski maqol bor. Agar yuzimga ayta olmasang, orqamdan gapirsang, uni foydasi yo'q degani. Yuzimizga aytayaptiki, bu uni shaxsiy fikri deyapti. Bu muhim, fakt. Endi ikkinchidan, Rossiya-Ukraina konflikti Rossiyaga men aminmanki juda katta darslar berdi. Chunki Rossiya tushunib boryaptiki, zo'ravonlik, hegemonlik nuqtai nazaridan boshqa xalqlarning irodasini singdirib bo'lmaydi. Shunday bir loyihalarni taklif qilish kerakki, bu g'oyalardan va loyihalardan ikkala taraf ham barobar manfaatdor bo'lishi kerak. Mana shu eng katta dars deb o'ylayman Ukraina konfliktida. Va buni ular tushunib boryapti. Buni ko'rib turibmiz, ko'pgina haligi nimalardan. Endi mana rasmiy doiralardan biz ko'p ular bilan uchrashamiz. Shunda hamkorlik, teng huquqlik ruhi ko'rinadi, seziladi. Ilgarigidek osmondan kelish, mensimaslik umuman yo'q, unaqa ruhiyat. Buni seziladi va bu odamlar o'rtasida ham ko'rinadi. Va aytish kerakki, bugungi kunda o'sha inglizcha aytganda win-win, ya'ni ikkala tomonga ham barobar xizmat qiladigan loyihalarning soni borgan sari ortib boryapti. Ilgarigidek xohlasang shu, xohlamasang mana shu degan zo'ravonlik kayfiyati borgan sari yo'q bo'lib boryapti.
Va yana bitta muhim tomondan ham aytishim kerakki, mana urushda e'tibor bergan bo'lsanglar, Rossiya asosan o'lka yerlarda bo'lgan aholini kuchidan foydalandi, o'shalarni ko'proq urushga jalb qildi. Markaziy Moskva, Sankt-Peterburgdan odamlarni jalb qilmadi. Markaziy shaharlardan ko'p odamlarni urushga safarbar qilmadi. Lekin chet o'lkalardan, ya'ni Rossiyani Ukraina deydi ular. Ulardan ko'p safarbar bo'ldi va u yerda ham norozilik kayfiyatlari boshida ko'p bo'ldi. Chunki ulardan ko'pi qirg'inga uchradi. Va o'sha yerda ham norozilik kayfiyatidan bular tushundiki, agar chet o'lkalar bilan Rossiyani o'zining ichidagi o'lkalar bilan ma'lum bir kelishib, ma'lum bir qadriyatlarni, umumiy qadriyatlarni o'rtaga qo'yib ish ko'rmasa, Rossiyani o'zi ham parchalanish ehtimoli juda katta. Mana shu risklar bugungi kunda Rossiya jamiyatidagi elitani dunyoqarashini o'zgartirib kelyapti. Rahmat, bunga ham to'xtalib o'tganingiz uchun. Birrov mavzudan tashqari bo'lsa ham, yana shu Yaqin Sharq mavzusiga qaytsak, Isroil-Falastin o'rtasidagi ziddiyat bu vaqtincha to'xtatib qo'yildimi yoki bu hali yana davom etishi mumkinmi? Keyin savolning ikkinchi qismi ham bor. Yaqin 5-10 yilda u yerda vaziyat qanaqa bo'ladi sizningcha? Isroil-Falastin muammosini tushunish uchun 1917-yilga qaytishimiz kerak bo'ladi. O'sha paytda Falastin bu Angliyaning protektoratida bo'lgan va Angliyaning tashqi ishlar vaziri Darfur yozib berganki, Yevreylar kengashiga, Yevreylar Sionist Yahudiylar kengashiga yozib berganki, biz Falastinni Yahudiylarning yurti deb tan olishga tayyormiz degan bir xatni bergan. Va aynan shuni Darfur deklaratsiyasi deb Yahudiylar uni o'zi uchun qabul qilgan va o'shanga asoslanib turib, ular Falastindagi yerlarniga da'vo qilishni boshlagan. Va 48-yilga kelib bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining ikki davlat qurish nimasi bilan, g'oyasi bilan ikki davlatni qurish rejasi qabul qilingan. Lekin bu ikki davlatning chegarasi qayerda bo'ladi, u davlatlarni poytaxti qayerda bo'ladi degan masalaga bu deklaratsiya aniqlik kiritilmagan, kiritish ham mumkin bo'lmagan, chunki hali bu g'oya bo'lgan, bu g'oyani qanday qilib amalga oshirish bo'yicha yakdillik o'sha paytda bo'lmagan. Shuning uchun mayli haligi bu g'oyani amalga oshirishga boshladik, keyin bir kelishib olamiz degan gap bilan bo'lgan. 48-yilda Yahudiylar demak Falastinga kelganda, Falastinliklar ularni juda ochiq ko'ngilli bilan kutib olgan, lekin sal oradan keyin aniq bo'lganki, Yahudiylar yashash uchun makon kerak, uy kerak, joy kerak va ular asta-sekin demak Falastinliklarni siqib chiqara boshlagan. Ularni minglab yillar davomida yashagan yerlaridan, uylaridan hatto. Shuning uchun bu konfliktni izi o'sha Isroil hukumati paydo bo'lgan birinchi kundan boshlab paydo bo'lgan va 67-yilda 7 kunlik urush davomida Isroilga qarshi butun arab mamlakatlari urush ochgan, lekin bu urushda Isroil demak g'olib bo'lgan va Falastinning juda katta qismini ishg'ol qilib olgan va Suriyaning ham balandligini qamrab olgan. Isroil shuni qamal qilib olgan. Shuning uchun Isroil bugungi kunda butun chegarasi bo'lmagan mamlakatlardan biri va Isroil barcha qo'shinlar bilan urush holatida bo'lgan mamlakatlardan biri. Ya'ni chegarasi ham aniq emas. Hech qaysi mamlakat bilan delimitatsiya va chegaralarni kelishish ishlarini olib bormagan. O'sha haligi 48-yilda Falastin Angliya protektoratida bo'lgan Falastin yerlarida hozir Isroil o'zini makonini Isroil xalqi deylik, Isroil hukumati o'zini makonini, o'zining yashash doirasini kengaytirib boryapti. Mana shuning uchun bu konfliktni yechish juda ham murakkab. Yaman mojarosini Eron-Saudiya raqobatining proksi sifatida qanday tahlil qilish mumkin? Endi Yamanga keladigan bo'lsak, Yaman bu Arabiston yarim orolining janubida, janubi sharqida joylashgan kichkinagina bir mamlakat. Lekin uni ixtiyorligi geografik o'rni juda ham katta. Chunki u Arabiston ko'rfazini butunlay kirib chiqishini nazorat qilib turadigan nuqta deb qarasak ham bo'ladi. Lekin gap shundaki, Yaman oxirgi yillarda fakt nuqtai nazaridan 3 qismga bo'lingan edi. Bir qismini
Birlashgan Arab Amirliklari nazorat qiladi, bir qismini Saudiya Arabistoni nazorat qilardi, bir qismini demak Husiylar nazorat qilardi. Ya'ni o'sha aytaylik bizdan qaradigan bo'lsak, sharqiy g'arbiy qismini Husiylar nazorat qilardi. Endi oxirgi haftada bo'lgan o'zgarishlar shundayki, u yerdan harbiy hujum va harbiy zo'ravonlik ketidan Birlashgan Arab Amirliklarining kuchlari butunlay siqib chiqarildi va Yamanning asosiy qismini demak Saudiya Arabistoni egalladi, nazoratga oldi. Va lekin Saudiya Arabistoni Husiylar nazorat qilayotgan hududga umuman tahdid qilmadi va to'xtadi. Demak, tushunishimiz mumkinki, Husiylar bilan Saudiya Arabistoni o'rtasida Yamanni boshqarish haqida qandaydir kelishuvlar bor. Demak, Yamanda bugungi kunda qon to'kilishini olindi va qandaydir aytaylik tinchlik asoslari bor va kelishuv asoslari bor. Bir. Ikkinchidan, Yamandagi baribir Husiylarning qudrati va ularning imkoniyatlarini Eronning proksi kuchi sifatida qaraganimizda ham bunga katta e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar Yamandagi Husiylar orqasida Eronning imkoniyatlari turmaganda, u hududni ham albatta Saudiya Arabistoni o'ziga qaratib olgan bo'ladi. Chunki Saudiya Arabistoni katta ambitsiyasi shundayki, butun Arabiston yarim orolidagi hamma mamlakatlarni o'zining ta'sir doirasidagi kuchlarga aylantirish. Shuning uchun Yamanga aynan shu nuqtai nazardan qarash kerak. Demak, bugungi kunda 3 ta o'yinchidan 2 ta o'yinchi qoldi deb qaraylik. Chunki Birlashgan Arab Amirliklari orqasida Isroil manfaatlari turgan edi, Isroilda ta'sir turgan edi. Lekin bu hozircha yo'q. Endi bundan buyon qanday rivojlanishini ko'ramiz. Lekin bin Salmanning juda katta ambitsiyalari Yaqin Sharqda shundayki, Saudiya Arabistoni o'rab turgan barcha mamlakatlardagi Saudiya Arabistonni ta'sirini orttirib, ular bilan do'stona aloqalarni o'rnatib turib, o'ziga qarshi bo'lgan kuchlarni birontasi bu mamlakatlarda hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymaslik. Mana shu nuqtai nazardan Yamanga ham qarashimiz kerak bo'ladi. Yamanda o'zini respublika deb e'lon qilgan kuchlar bu Birlashgan Arab Amirliklarining kuchlari edi aslida. Uning orqasida borayotganda Isroil turgandi. Lekin ular bugungi kunda Yamanda siqib chiqarildi va ular siyosiy kuch sifatida ular de facto yo'q. Siyosiy harbiy kuch sifatida ular mavjud emas. Ya'ni bugungi kunda Yamanda ma'lum ma'noda uzoq kutilgan tinchlik o'rnatildi. Chunki boyaga aytganimdek, Yamanning katta territoriyasini nazorat qilayotgan Saudiya Arabistoni va Husiylar o'rtasida qandaydir kelishuv bor. Va bu juda ham katta umid bag'ishlaydi. Chunki yana bir marta aytaman, bu Yamanga biz Saudiya Arabistonining ambitsiyalari nuqtai nazaridan va imkoniyatlari nuqtai nazaridan, chunki Saudiya Arabistoni bugungi 35 million xalqi bor. Harbiy jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham juda katta kuchga ega bo'lgan mamlakat va bu o'zining kuchini bugungi kunda to'plagan kuchini siyosiy dividendga konvertatsiya qilmoqchi. Bu siyosiy dividend asosiy maqsadi atrofidagi mamlakatlar bilan zero problem deydi, ya'ni hech qanaqa muammo bo'lmasligi va ular bilan savdo aloqalarini rivojlantirish. Chunki atrofidagi mamlakatlarda juda katta resurslar bor. Eng katta resurslardan bittasi o'sha Somalida ham va boshqa mamlakatlarda ham oltin, neft, gaz resurslari. Va ularni bu Saudiya Arabistoni o'zini o'sha resurslarni dunyoga olib chiqadigan hubga aylantirmoqchi. Asl maqsadi shu. Abdulla aka, qisqa lekin mazmunli suhbat uchun tashakkur. Yana sizni keyingi dasturlarimizda kutib qolamiz. Katta rahmat. Rahmat.